Afgan gapga ishoning. Bu haqiqiy bo'lgan voqea. Dang. Bu voqea bundan 7 yil burun yuz bergan. O chaqda siz hozirgidan 7 yosh kichikdingiz. Bu haqiqatan ta'sirlik voqea ekan. Shu kuni azroq shamol chiqib, yomg'ir yig'ib o'tdi. Gödür qilgan ovoz bilan tang havo rayining chiroyi setlashib, xuddi Ali Babaga o'xshab qolgandi. Men shu kuni yomg'irda tayilib ketib, o'zicha polokda bir jundorga uchib ketdim. Butun bedenim patqoqqa milinib ketdi afkam. Muborak bo'lsin, ishni tunji qitim jundorgidan boshlab ekansiz-da. Endi afkam, menga mush peshkelchilik, mush xafaliq, mush ishlarning hammasi ana shu vaqtdan boshlab chaplashgan jinim afkam. Qarang aka. Bu gapni nemandan tushunasiz? Bu ig'vo yo'q gapni chiqqilsiz. Bu avaraydan ma'lumot olib, yomg'ir yog'di, qor yog'di, guldilab ketdi deb. Gapni ochiq degaman, ishimni tushunmadim men. Ma'qul afkam, men bu ko'ngilsiz gapni endi demay. Naq gapni deyim. Yo'q. Ash gapni deysizlar, ash. Yo'q, men naq gapni deyim afkam. Endi rost gapni qilsam, sizni shirkat ochdi. Nurg'un ish zavod qurdi, nurg'un ish xizmatchilarini ish qo'llashtirdi. Yetim misrlarning, g'arib qurbonlarning beshini silidi, tulg'otlarning beshini silidi deb anglab. Yo'q, tulg'otni yo'q. Shuna mening bir beshimni silab qo'yamdiki deb kelgan afkam. Çakçakımın afkam. Ben bir peşimini benden de silap uyandım dedim. Beni bir alamdı gidip kelgen. Ya kaka onda kısak bulmaydı, ben onu yaptım ba. Endi çakçakımın acıma bakılma. Endi çakçakımın işe gülavası. Gecek yaptı degендek. Şu ama ben kemmedim birden ışıkası girdiğinde sayışamazken afkam. Yaman teslibe kirgendim hıcırlap. Bolduqlan kitayım ben boldu. Çak. Boldu afkam kettim boldu. Müsündalıqınızı filatam. Boldu qılan. Ben kettim boldu. Yol basınca jigi sözünü katmaz etkin kettim afkam. Anda vas keyin kelamsiz? Ya boldu hazır keleyçi afkam. Bir çakçak kımına derdim var mena. Oy. Bu çakçak kımına deysiz o. Sizge aynı vaxtga shunchalik yo'g'an tashchi 4000 biri turib, endi hozir kunlikda meni oldimga kelib, meni elim deb kasimiz men chaqchaq qildi deyman-da, endi bu gapga ishonmayman da unda desangiz, men ishongim kelmaydi-da bu gap. Ya ishoning afkam, bu haqiqiy bo'lgan voqea. Bu voqeani deb bo'ldi. Bu voqeani deb bo'ldi. Yo'qma, ikkinchi qismi. Rost. Rost gap qilsam afkam. Shu ashdan kelgan, endi odammi shu omad kelganda o'zini tutamay qoladi ekan. Ayni chaqda qo'limdan nurg'un necha million pul aylanib yuribdi afkam. Mana hozir men nechiz qo'yning cho'risi aylanib yuryapman. Odam pulni xarlasa, hammani pul odamni xarlab qo'ydi ekan jinim afkam. Endi bug'doy qo'noq savdosi qilsangiz, sit tugitib olsangiz, yana tersangiz kelar yil unidi ekan. Lekin men tosh bag'azir ozlab mangdi ekan. Oxir yo'q savdo ekan afkam. Şo'mishda payt kelganda sizdek igilik tikilgan shirkat qurgan yaxshi ish afkam. Ham bilim sapasi ko'targan eng esil ish ekan. Odamda har qancha pul bo'lib afkam. Bilim sapasi olmasa, bayni eshakka o'xshab qoldi ekan adam afkam. Yo, haylo suhbatda chiqagan bo'libsiz-ku. Ayni vaqtda ash pul deganda ash qard sanagandek sharak sanab saman naqi beqadr xajaytingiz pulni endi qadr o'tlatamda. Endi afkam shayton ozdiribdi, shaytonni keyini kirib. Shayton ozdiribdi. Voy siz o'zingiz hozir qaysi shaytonni qilasiz? Shu shaytonni bir chaqirib keling, ana bir so'rab boqay. Siz shaytonni ozdırdingizmi? Shayton sizni ozdırdimi? Sizda shayton ozdimida? Naynaqni ozdida. Shayton ozdirdi. Haras. Esingizda bormi, men bir qatim bormayman desam, siz unimay zo'lab olib qolgan kechlik bazmaxona, sizlarga cho'ngoy deb atib olgan jidal majraning o'zi. Ashada qancha pulni so'rab o'tdingiz siz? Endi afkam, u yana qanday unutib qolay? Meni vayron qilganning birisi shu afkam. Ayni vaqtida men chapini va tashni setib, chapini yo'q, yalang'och qizlar haydab yurib ekanman.
endi men gap qilsam o'rdoq kelmaydi ukam. Qiz bola chet ellik bo'lgach ko'zingizga oltinday ko'rinib ketganda val qilib. Ya ukam endi naynaqsh ust o'ynab bergan ekan. Adam shu pulni tutib vash qistug'idek yaldiroz, hammasi qistug'iz keladi ekan. Shuni qistug'an pulda jutungiz kelgancha o'tin ko'miri yo'q, bichor g'arib g'urvali qistug'an bo'lsangiz, ham savob topdingiz, ham inovat topdingiz. Endi ukam ayni vaqtida shu naynaqligi pulni qistug'i vaqt atrofimizga deb pasa ish o'xshaydi deb qistug'idek yaldiroz qistiraveribdi. Endi qanday qilamiz ukam? Endi burun shu millionlik toshlarni ko'tarib olib ukam. Yanchiqda bir pon yo'q, och qolgan kunlarimni o'ylasam, shu 70 yoshga borgandek, kuch-qutimdan qolgandek, badallarim tikallashib, galpaltida yog'gandek o'psiman ukamdan. Ayni vaqtda ketgan yo'g'anchiliklarimiz sizniki. Pulingizga ishlab cho'ng xotin, kichik xotin, o'tiranchi xotin, qari xotin, bachki xotin, deda xotin deb xotinlaringizning jiqqa har bir qizbolaga birdan mehmon saraydan yotoqni ichib beraverib, yana yangidan qizbolaga uchirsa, oldin yotoq ichmagan qizbolani unutib qilib, uni udulliq ko'chaga chiqib nurg'un to'p qo'shdingiz. Xotin bolalaringizning ahvozlari quloqma saminaz jinim aka. Ezibdimi ukam? Ezibdimi. Asli futbolchining notisi boshchi, Saudiyaning notisi toshchi deb qilib faxrlanib yuribdi. Mana sizga o'xshash oz sondagi bir qism shu odamlar dastidan hozir toshchi, hammasi eski deb bir taqla aytilgan bo'lib ketdi. Unda qilmanglar aka. Men yuzimizni ko'tarib yuridiganda, men maydimizni tikib yuridiganda, men bizni bir yosh qilib qo'yinglar. Bizga 100 yil lozim bo'ladi.